2025-yil 25-may O'zbekiston mana bug'doy arpalar pishib o'rilyapti. O'zbekistonda bo'layotgan bu videoni qo'yishdan maqsadim bloger bo'lish emas. Faqat O'zbekistonda bo'layotgan holat mana doktorlarga oyliklarni juda baland narxda ko'taryapti. Lekin foydasi yo'q. Odamda vatanparvarlik bo'lmasa, pulga ko'mib qo'ysa ham foydasi yo'q. Faqat shu gapimni shu prezidentga ham yetishsa yaxshi bo'ladi deb shu videoni olyapman. Iloji bo'lganda shu prezident bilan uchrashish iloji bo'lganda men mashina bering yo nimadir uy qilib bering deb so'ramadim. Shu gapni aytaydim.